So'nggi oylarda Rossiya, Fransiya va AQSh kabi qator yirik davlatlar o'zlarining yangi yoki amaldagi elchilari orqali O'zbekistonda faol diplomatik harakatlarini amalga oshirmoqda. Bu jarayon ortida mustamlakachi davlatlar o'rtasidagi geosiyosiy raqobat va mintaqa ustida ta'sir o'tkazish uchun kurash yotibdi. Chunki elchining shaxsiy tajribasi, xizmat yo'li va siyosiy ambitsiyalari o'z mamlakati tashqi siyosiy strategiyasining ifodasi hisoblanadi. Moskva 5-sentyabr kuni Toshkentga yangi elchi sifatida Aleksey Yerxovni tayinladi. Uning diplomatik yo'li asosan Turkiyada va Yaqin Sharq mamlakatlarida o'tgan. Bu esa Rossiyaning qator ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatadi. Turkiya faktori. Moskva va Anqara so'nggi yillarda hamkorlik va raqobat o'rtasida muvozanat izlamoqda. Bir tomondan ularni Suriyadan tortib Ukrainagacha bo'lgan masalalarda taktik hamkorlik bog'lab turgan bo'lsa, ikkinchi tomondan Janubiy Kavkazdagi ziddiyatlar keskin raqobat manbaiga aylandi. Ayniqsa Turkiya qo'llab-quvvatlayotgan Ozarbayjon Qorabog'dagi tarixiy g'alabasi Rossiyaning mintaqadagi nufuzini susaytirdi va Kreml Janubiy Kavkazni qo'ldan boy berayotgandek tasavvur uyg'otdi. Shu bilan birga Anqara-Turkiy davlatlar integratsiyasi va NATO orqali Markaziy Osiyoda Amerika ta'sirini kuchaytirishga faol ravishda harakat qilmoqda. Mana shunday murakkab geosiyosiy manzarada Aleksey Yerxovning Turkiyada orttirgan tajribasi Moskva uchun juda muhim. U Toshkentdan turib ham Anqaraning mintaqaviy qadamlarini yaqindan kuzatish hamda ulardan vaqtida ogoh bo'lish va o'ziga xos ta'sir ko'rsatish imkoniyatini yaratadi. Yaqin Sharq bilan bog'liqlik. Rossiya, Suriya va Eronda katta tajriba orttirgan bo'lsa-da, so'nggi voqealarda o'z ittifoqchilarini himoya qila olmagani sababli ishonchsiz hamkor sifatida baholanmoqda. Markaziy Osiyodagi jarayonlar esa Yaqin Sharq bilan uzviy bog'liq. Moskva O'zbekiston orqali ushbu strategik uzilni qo'lda ushlab turishni xohlaydi. G'arb ta'sirini cheklash. Toshkent so'nggi yillarda AQSh, Yevropa Ittifoqi va Xitoy bilan faol hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Moskva uchun yangi elchi nafaqat ikki tomonlama munosabatlarni saqlash, balki g'arb ta'sirini muvozanatlash vazifasini ham bajaradi. Yevroittifoq lokomotivi hisoblangan Fransiya ham Toshkentga mohir diplomat, strateg hamda Osiyo, Okeaniya va Amerika bo'yicha Makronning maslahatchisi bo'lib ishlagan, global siyosiy muvozanatni yaxshi tushunadigan Valid Fukeni yangi elchi qilib yubordi. Hozirgi geosiyosiy sharoitda Fransiyaning bu qarorini oddiy diplomatik rotatsiya sifatida baholash qiyin. Ukraina urushi tufayli Yevropa Ittifoqi va Rossiya o'rtasidagi keskin qarama-qarshilik, Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyoda kuchayib borayotgan geosiyosiy raqobat Fransiyadan ham faolroq pozitsiyani talab qilmoqda. Shu ma'noda Parijning Toshkentga Valid Fuke kabi tajribali, global siyosiy jarayonlarni chuqur tahlil qila oladigan va Yelisey saroyida bevosita strategik maslahatchilik qilgan shaxsni elchi sifatida yuborishi global raqobatda O'zbekistonning geosiyosiy ahamiyati yanada ortganligini ko'rsatadi. Fransiyaning maqsadi iqtisodiy va madaniy aloqalarni rivojlantirish bilan birga Markaziy Osiyodagi murakkab kuchlar muvozanatida o'z o'rnini topib olishdan iborat. Shu bois Putinning nomzodi tasodifiy emas. U Sharq va G'arb o'rtasidagi siyosiy jarayonlarni teran anglaydigan, global manzarani ko'ra oladigan diplomat sifatida tanilgan. Bu esa Fransiyaning O'zbekiston orqali butun mintaqa bilan muloqotni kuchaytirish, Yevropa Ittifoqining geostrategik rejalarida Toshkentni muhim hamkor sifatida ko'rishini anglatadi. Natijada Putinning elchi sifatidagi faoliyati nafaqat ikki tomonlama munosabatlarga, balki Markaziy Osiyoda G'arb, Rossiya, Xitoy raqobati manzarasiga ham yaqindan ta'sir ko'rsatishi kutilmoqda. Demak, elchilarni tayinlashni oddiy kadrlar almashinuvi sifatida baholash xato bo'ladi. Chunki elchi shaxsining tajribasi va xizmat yo'li uni tayinlagan har bir davlatning strategik yo'nalishiga bog'liq bo'lib, u orqali mintaqada ta'sir maydonini kengaytiradi. Elchilar shunchaki diplomat emas, balki geosiyosiy raqobatning oldingi safida turgan siyosiy o'yinchilardir. Shu ma'noda 21-asrning diplomatik shaxmat doskasida har bir elchi qo'yilayotgan muhim figuraga aylanmoqda. Toshkent esa endilikda faqat ikki tomonlama munosabatlarning markazi emas, balki Rossiya, AQSh, Yevropa va Xitoy kabi kuchlar o'rtasida kechayotgan global raqobatning diplomatik fronti sifatida sahnaga chiqmoqda. O'zbekiston musulmonlari ushbu elchilarning har bir qadami ortidan kelayotgan xatarlarni anglab, hukumatning ular orqali kufr hukmronligini kuchaytirish harakatlarini fosh qilishda bardavom bo'lmoqi lozim. Zero elchilarning tashriflari, hamkorlik
yoki rivojlanish shiorlari ostida bo'lsa-da, aslida ularning maqsadi islom ummatini zaiflashtirish, yosh avlodni g'arb qiyofasiga solish, mamlakatni siyosiy va iqtisodiy qaramlikka mahkum etishdir. Musulmonlar o'z farzandlarini ogoh etishlari, haq bilan botilni farqlash mezonini qo'llab, mustamlakachi davlatlarning diplomatik yurishlariga aldanmasliklari lozim. Zero haqiqiy najot ham, adolat ham, farovonlik ham faqatgina islom soyasida Roshid xalifalik davlatini tiklash orqali amalga oshadi.